keyin telefon qilaman, Buxorodan kuyovim keladi. Qayna yuring talab qaycha qoqayligi. Kim qoqaylik deydi? Ovqatlanaylik deyapti oyi. Kuyov bu yoqda piknik qilsa ham bo'lar ekan-a? Ana bu yoqqa gupaysa qilsa ham bo'ladi. Gupaysasi nima endi? Cho'milsa bo'ladi deyapti oyi. Nanam so'yatlar rapidan qira qo'ygansan. Nima u, bombami? Voy, yo'q, non yopadigan oyi. Tanyora kiftiga qarasinlar. Tanyor kiftiga nana. Kuyov, sumkani ko'rmadinglarmi? Mashina ichiga qo'yish yoqqa. Mashina qayerda? Kunjakka o'shira. Sumka nima kerak menga? Tovarchamiz sayxonaga bolorcha tiqilgan o'sha kachkort yoniga, bel cho'shiq yoniga qo'sh, tirnoq yoniga qarang o'shira. Nima deyapti bu? Buxoro shevasining grammatika lug'ati oyi. Pishak mushuk, satil chelak, lali patnis. Qaynona yazdamlayib ketdi parkka. Ha, yazdi opani eri Buxorocha yotlaganman. Yangi O'zbekiston bo'g'ash bo'ldi mana jiyankati. А, кто вечно что? Nazda etmez, olga to'taram, manga ketma, hamsa yo'q, jiyanu nazmami nazmami. İstedaka mangaplanaman. Maqdam gap. Ne mangap? Gapim mangap bizlar. Nima qilyapsiz bu yerda? Nimaga keldingiz? Nimaga keldingiz? Hozir adam ko'rsalar sizni o'ldiradilar. Endi bo'lajak kuyovchalarni o'ldirib yubormasalar kerak. Boring, keting. Nima deyapsan? Daladan kuyovman uloyga botdi. Nima daladan ki? Hozir yo'l bor-ku bu yerda. Ha? Hali yo'l bormi? Adela. Nima qilay? Boring, yashirinib keting. Ay. Nima bu joy? Nima edi u qizim? Tulki Oy. dalada yuribdi. Tulki. Ada, Mana, qayoqqa qochdi? o'tmang ada. Panikami? Nima bo'ldi? Tegdimi? Tegdimi? Nechora tulki? Qayoqqa ketdi? Ada, o'tmang, iltimos, uni sevgani bordim. Voy, qanaqa sevgani qo'shdin? Shu kerakmi menga? Ana, tegdimi? Tegdimi? Bilmadim. O'zini iltimos, Ada. Voy, qani, tegdimi? Tegdimi? Kim bo'ldi bu? Kim bo'lsa ham jasoratli bola ekan. Tulkini ishlab berdi-ya bizga. Voy, malades. Qani bu yoqqa necha yildan beri usholmayotgandim. Teringga somon tiqaman. Hamma tovuqlarimni yeb ketdingiz-a? Ana endi o'zingiz. Qizim bo'lsa shunga berardim. Har bitta tovuqchim bitta so'rayman. Mo'min aka, tulkini qayerdan topdingiz? Bilmadim. Bunaqa payt tug'argansan. Xotin, uylab o'tirma. Endi men jonim bilan Antaliyaga ketaman. Meni o'ylamasangiz ham bachalar o'ylang dadasi. Xotin, men bachalarni o'ylab sen bilan qolsam, sen meni urib mayib qilib qo'yasan. Undan ko'ra men bu jonim bilan Antaliyaga ketaman. Bu menga mehr beradi. Menga oy jonim. Xotin sog' bo'lasan, ketdik. Dadasi berak. Antaliya? Dadasi? Dadajonisi? Voy, tushim akane, Xudoga shukr. Dadajonisi. Yana urmoqqa keldingmi, xotin? Yo'q, urmayman, siz dadajonisi shuncha o'rganlarimiz uchun meni kechiring. Hay. Hay, endi urmaysanmi? Yo'q, bundan keyin umuman urmayman dadasi sizni, xo'pmi? Hamma ishlaringizni qiling, men osh qilib qo'ydim, xo'pmi? Hay. Cheta xotin ichida bir dardi bormi deyman-da. Mang choy dadasi. Rahmat xotin. Osh qanday bo'libdi? Osh zer bo'libdi xotin. O'zi tinchlikmi menga buncha iltifot ko'rsatibsan? Shuni aytsam dadasi tush ko'rinman. Tushimda bir qiz sizni Antaliyaga olib ketayotgan ekan. Siz bizlarni tashlab ketmaysiz, to'g'rimi dadasi? Yo'q, nima? Agar o'ngimda bo'laydimi, shu qizni ham siz ham to'g'ri ayirgan bo'laydim. Ha, nima bo'ladi dadasi? Ichi tomog'im qurdi xotin. Ha, o'zingiz solib beradim choy. Mamollarga qarab keling. Yo, choy-chi. Ra'no, menga qarang, bizlar Antaliyaga ketayotganimizni xotin bilib qolgan. Uyimaki menga yana ikkimizni ham yirtadi kelsangiz, kiyma. Tushimma kiran, yurakina kirgan ekan. Bera keling. Bera yegisiz. Bera keling.